pupilas y pelo. Los ubores. Esta es la región del crisol cultural, la región autónoma uigur de Xinjiang, en China. Para hacer una exploración profunda, llegamos a una de las ciudades más antiguas, Kashgar. Empecemos a explorar nuestra cultura del vestido tradicional desde esta tienda. Özünüzü bir tanıştıraq olmasınız. Meni ismim Mavlam, Qashqar shahridan. Men bir Uyg'ur kiyim-kechaklarining g'ayrioddiy meros varisi. Ham bir qadim kiyim-kechaklarni esga keltirib yoki yangilab laylaydigan laylovchi. Şu siz laylab asli keltirgan kiyimlarning orasida shu vaqtda eng uzunligi qaysi vaqt? Biz asli keltirgan kiyimlarning ichida davri eng uzuni Sultan Sulaymon to'g'ri keldi. Qadimki Idiq xonliqidagi Uyg'ur malikasining bir obrazini yaqinda asli keltirdi. Aşı kiyim. Uyg'urlarning kiyimi shu kino filmlar ichida mush an'anaviy kiyimlarimizni bekerek aks ettirgan tipik filmlardan qaysilar bor? Uyg'ur kiyim-kechaklari bakrak yaxshi aks etgan kinolardan Dartaq kino studiyasi ishlagan 1989-yil ishlagan Aman Sahan degan kino bor. Uningdan sirt 1981-yil ishlagan G'ayrib sanam degan kino bor. 1989-yilga Aman Sahan temiz bu kino. Aman Sahan 14-15 asrlarda yashab o'tgan Uyg'urlarningki xalq arasidan chiqqan malik xonishda hisobda. Lekin Aman Sahan uningdan sirt bir güzel ayol shoir. Aman Sahan ayniqsa Seydiya xonliqda yashab o'tgan bu 4-ming davrida to'g'ri keldi. He aparecido a varios artistas folclóricos, han ido a algunos prestigiosos músicos de Mucam a reunirse en el palacio. Puso en marcha una colección a gran escala de Mucam, cotijó, normalizó el trabajo. Creó un conjunto de 12 mucamogores, de modo que la música folclórica se ha convertido en un repertorio científico, sistemático y riguroso. Hizo una gran contribución a los 12 Mucam. Çünkü Uyghur 12 Mucam. Bizim arlıqda özümüzün qo'ldan kelishicha 12 muqamlar to'g'risida kichik bir keçilik qildim. La obra de teatro Las cuerdas de Satar retrata vividamente todo el proceso de los 12 mucamas que Aman Sahan interpretó en distintas partes del país antes de entrar en palacio, y el proceso de organizar, perfeccionar y finalmente completar los 12 mucamas después de alojarse en el palacio. En esta producción teatral, el equipo creativo intentó recrear la cultura de la corte y las gentes de la época.
Los trajes de los funcionarios de la corte, los músicos, los bailarines, los cortesanas y la gente del pueblo son distintivos y diferentes. Todo ello muestra un alto grado de restauración histórica y estética visual y presenta al público un exquisito festín cultural. Uningda sirib 1981 ishlagan G'erib sanam. G'erib sanam bu Uyg'urlarniki muhabbat dastani. Cuando los estudios Tencent producían esta película, recurrieron a muchos artesanos populares para crear el arte de la película, joyas, trajes, etc. Un día, cuando Mala comenzaba su carrera, se topó en la calle con una tienda de joyería popular a mano. Entró en la tienda y encontró un montón de fotografías antiguas. Una de estas fotografías era una imagen muy familiar de una corona. Por curiosidad, preguntó al tintero y le contó que la familia había participado en el rodaje de la película G'erib Sanam. Hicieron 18 tipos diferentes de coronas para la película y finalmente eligieron esta llamada Sanam Taj. Uyg'urlarniki zib-ziynatniki tarixi intayin uzun bo'lgan ham uni yerlik alayliklari intayin kuchli. Masalan, zib-ziynatlarning ichida halqa ko'p rollarni o'ynaydi. Halqami shu ayollar kumush, oltin, mis, agar xil nusxalar bilan yasagan o'ziniki iqtisodiy ahvoli. Uning nasri ya'ni o'ziniki eng shakli, yuz shakliga, terisininki rangiga qarab turib, ishlarni har xil nusxalarni moslashtirib taqilib turildi. Entre los estilos más antiguos he utilizado que han llegado hasta nuestros días encontrando el estilo de Zira y el de Shöke. El de Shöke es una gota con algunos flecos por debajo. El de Zira es un pendiente semicircular. Zira se suele clasificar por topónimos y formas. Por ejemplo, Zira de pollo, Zira de cesta, Zira de uva, etc. La artesanía de Zira es muy admirable porque después de hacer el armazón principal de los pendientes, el oro o la plata se revela en alambres más finos que un cabello. Luego, estos alambres se cortan en bolitas que se colocan una a una en el armazón con unas pinzas finas para hacer diversos dibujos. Además, se utilizan algunas técnicas de filigrana. Todo el proceso requiere mucha paciencia y tiempo. En la ruta de la seda, los uigures somos el pueblo que más se dedica a esta artesanía de la Zira.
Hay un proverbio uigur que dice, altın yüzük yakut göz, el oro con piedras preciosas y la plata con piedras preciosas son las combinaciones más comunes en la cultura uigur. El oro y la plata con rubíes y zafiros es una de las estéticas más características y simbólicas de nuestra cultura joyera. Şu Uygur kiyim-kecheklarda yana qanday alayliklar bor? Uyg'ur kiyim-kechaklarda davr alayidligi bilan yerlik alayidliklar intayin kuchli. Uningdan sirt hozir saqlanib kelayotgan cho'ng alayidliklardan rayon alayidliklariga intayin cho'ng farqlar bor. Masalan, biz Uyg'ur madaniyatini 4 madaniyat chambarga bo'lamiz. Qashqar madaniyat chambarga, Xotan madaniyat chambarga, Qo'ng'ir Turpan madaniyat chambarga, G'o'lji madaniyat chambarga. Ama bu madaniyat chambarga deganda, Qashqar madaniyat chambarga deganda, Qashqarning o'zini ichiga oladi. Qashqarniki nurg'un ko'p noiyalar bor. Qashqar madaniyat chambarga o'zida Do'lan, Yengsa, yandek Usti Qo'zoq, Yemisha, Payzod, Oranbesha degan rayonlarning hammasi Qashqar madaniyat chambarga asl. Qo'ng'ir Turpan madaniyat chambarga deganimiz hamda shu noldan Turpanniki alayliklar ko'proq kuchli bo'lgan. Lekin G'o'lji madaniyat chambarga uning ko'p yerlar qaytib ketadi. Andan keyin Xotan madaniyat chambargi. Bularning ichida Xotan madaniyat chambarginiki uning alayligi qadar kuchliroq ham hozirgacha bizga yetib kelgan kiyim bilan ko'proq to'liq. Masalan, davr alayliklari deganda, masalan, Chonslavisda kiyilgan Uyg'ur kiyim-kechaklari. Undan keyin Chonslavisdan keyin kiyilgan Uyg'ur kiyim-kechaklari. Chonslavisdan burungi Nonslavsdan, Tanslavsdan kiyim-kechaklarniki alayliklari bir-birisidan tan ko'p farqli, cho'ng farqlar bor. Şu Uygurlarning kiyim-kechak madaniyatida kiyim-kechak bilan zib-ziynatdan sirt yana qanday alayliklar bor? Uyg'ur kiyim-kechaklarning orasidan intayin mo'yin birisi bor, bosh kiyim. Masalan, do'ppa. Do'ppa taki hozir qadar Uyg'urlarning orasida kiyib keladi. Do'ppa asosan shu yakujmoq, to'rtchasi, to'rt tarafı bir-birisiga parallel kelgan işte usul. Shu jupmo'ning yuziniki uzun karxil do'ppalar bor. Agar shu bo'yicha hisoblab kelsak, hozircha kiyilgan Uyg'ur do'ppalarining ustidagi gullarning nusxasini hisoblab, bir ming xildan ish bitishi mumkin. Sizcha şu Uygurlarning an'anaviy kiyim-kechaklarining orasida hozir eng jiq qo'llanayotgan ilmat qaysi? Uyg'ur kiyim-kechaklarining orasida eng ko'p qo'llanayotgan element atlas deyishga bo'ladi. Hay mucha controversia sobre la cuestión de quién pertenece a Atlas, pero Atlas no pertenece a ningún grupo étnico, sino que representa una región determinada y es creada y heredada por diversos países, regiones y nacionalidades de la ruta de la seda. Entre ellos, los uigures lo hemos heredado y desarrollado muy bien en China. Todos los años se organiza en Xinjiang la Semana de la Moda hacia Europa, a la que diseñadores de todo el mundo traen sus innovadores diseños. Şu Uygurlarning an'anaviy şu nusxalardan moddalarni siz hozir qanday hozirgi moda iqlim moslashtirib birlashtirgan undaq loyihalarimiz bormi yoki xiyollarimiz so'zlab berasiz? Uyg'urlarning qadimki an'anaviy nusxa gullarini, urf-odatlarini hozir zamonaviylikqa moslashtirgan ishlarimiz jiq. Lekin bütün qilayotgan ishimizning ichida bu pek ko'p nisbatni egallamaydi. Chunki zamonaviylashtirayotgan loyihalar intayin ko'p. Zamonaviylik qilayotganlar intayin ko'p. Bunda ko'plikning orasida az bir yo'lni tanlash menimcha bu eng zamonaviy, eng cho'ng yangilik. Shuni biz ko'p vaqtimizni shu yo'qolib ketgan, asli saqlanib qolish tegishli narsalarni asli keltirish yo'lida
ko'krak tushuntirib mengayapmiz. Ba'zi narsalarga nisbatan uni zamonaviylashtirish, uni yangilik yaratish intayin yaxshi, lekin ba'zi narsalarni shunday hamma narsalar zamonaviylashib ketayotgan vaqtda asl holda bo'yicha saqlab qolish bu eng chong yangilik, eng chong zamonaviylik.